Bir kontor bir mahsulot tamoyili Ko'sosoy tumani mikrokredit bank Ko'sosoy BXM tomonidan loyiha yetishtirish loyihasi asosida Ko'sosoy tumani Yangiyo'l MFE 671 sonli konturda jami 11 gektar yer maydoniga loyiha yetishtirish bo'yicha loyiha ekilgan. Bu yerda 55 ta dehqon xo'jaliklariga jami 20 sotixdan ajratilgan yer maydoniga loyiha ekilgan. Hozirda ekin holati loyihalar unib chiqqan. Cho'piq va mexanizatsiya qilish kerak. Mineral o'g'it va kimyoviy o'g'itlarni oziqlantirish kerak. Jami 1 gektar yer maydonidan 2 tonna 800 kilogramm loviya olinishi rejalashtirilgan bo'lib, jami ushbu konturdan 616 millionlik 31 tonna lo'li olinishi rejalashtirilgan. Ushbu konturda loyihani amalga oshirish maqsadida Temur Agro firmasi MCC bilan birgalikda agregator sifatida qatnashgan. Ushbu loyihadan har bitta yer egasi 11 million 200 ming daromad olib, xarajatlarni chekirib tashlaganda 9 million 40 ming so'm daromad oladi, sof foyda.